Akalar, hozir ustanovkamizga yangi chiqqan Cobalt kelibdi. Akamiz Jizzaxdan, G'allaoroldan kelgan ekanlar. Hozir ularga qo'yib berayotgan original obro'larimizni ko'rsatamiz sizlarga. Italyanskiy original reduktorni qo'yib beramiz. Ko'rishlar mumkin. Originali bo'ladi bu. Modelimiz. Rail 2 ohmli Yevropa gaz, Rail 2 ohmli sport farsukasi qo'yib beriladi. Sport farsuka hisoblanadi. Eng yaxshisini qo'yib beramiz bularda. Plasiko 24 ga 4 miyamizdan qo'yib beriladi. Ko'rib turganinglarda sizlarga har doim post ustanovka ko'rsatamiz. Men ustanovkadan oldin ham ko'rsatamiz ish jarayonlarimizni. Mashinaning oldiga akkurativ fartularni taqib olganmiz. Albatta ko'rishim yengil. Mana bu nima uchun deb o'ylashinglar mumkin. Biz hammasini ochganimizdan keyin, как zavoddagi payanilarda payka qilib, chiroyli qilib, akkurativ qilib qo'yib beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Qolgan videolarda ko'rgan bo'lsangiz, polni tayyor holatda ustanovkani ko'rsatamiz. Bu hali endi boshlangan ustanovka. Akalar, komfortli usulda qilib beramiz sizlar uchun. Bizda yana har doimgidek bonusimiz bor. Yangi chiqqan Cobalt mashinalarga bilasizlar, pulta zavat bo'lmaydi. Oynani avtomatik ko'tarmaydi. O'sha programmalar bilan chiroyli qilib yozib beramiz. Kurs kontrol programmalarini hammasini bonusga qilib beriladigan narsa. Akalarimiz qildirib kelgan ekanlar u narsalarni necha pulga qildirsa 600 mingga qilib berdilar. Biz hamma o'sha hisob narsalarni bepulga qilib beramiz akalar. Bonus ichiga sizlar uchun bonus kirib ketadi akalar.